Assalomu alaykum. Men Karimov Farangiz Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan shaxs qobiliyati, iqtidorning pedagogik psixologik tarkibiy tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari mavzusini ko'rib chiqamiz. Mavzumiz 4 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz shaxs qobiliyati va iqtidor tushunchalarining umumiy mohiyati. Ikkinchi rejamiz shaxs qobiliyati va iqtidorning pedagogik psixologik tarkibiy tuzilmasi. Uchinchi rejamiz esa qobiliyat va iqtidor tushunchalarining nazariy metodologik asoslari. To'rtinchi rejamiz esa qobiliyat va iqtidorning rivojlanish bosqichlari. Pedagogik qobiliyatlar o'z funksiyasiga ko'ra umumiy va maxsus turlarga bo'linadi. Umumiy qobiliyatlar mavjud bo'lganda o'qituvchi o'z pedagogik kasbiy faoliyatini mukammal egallab, mohirona olib borish bilan birga boshqa turli xil faoliyatlar bilan ham muvaffaqiyatli shug'ullanadi. Qobiliyat shaxsning ma'lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishi uchun zarur bo'lgan individual psixologik xususiyatlar majmuidir. Qobiliyatlar yordamida inson faoliyatni tez, sifatli, kam kuch sarflash bilan birga bajaradi. Iqtidor bu muayyan sohada juda yuqori darajada natija ko'rsatishga imkon beradigan yuksak qobiliyatlar majmuidir. Iqtidor qobiliyatdan kengroq tushuncha hisoblanadi. U fikrlash yuksakligini, ijodkorlikni, tez o'zlashtirish va noodatiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Iqtidorni 8 turga bo'lishimiz mumkin. Birinchi turi lingvistik, ikkinchisi mantiqiy matematik, uchinchisi fazoviy, to'rtinchisi musiqiy, beshinchisi tan motorika, oltinchisi shaxslararo, yettinchisi imperapersonal, sakkizinchisi esa tabiiylikka doir kabi guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Iqtidor 3 omil birlashganda paydo bo'ladi. Birinchisi yuqori intellektual salohiyat, ikkinchisi ijodkorlik, uchinchisi esa motivatsiya. Pedagogik psixologiyada o'qituvchi qobiliyatining cheklangan turlari yo'q. Pedagogik qobiliyat turlari fanning jamiyatning rivojlanishiga qarab ko'payib va o'zgarib turishi mumkin. Olimlarning uzoq yillar olib borgan ilmiy tadqiqotlari va kuzatish natijalarida pedagogik qobiliyatlarning quyida asosiy sifatlarini ajratib ko'rsatilgan. Birinchisi o'z kasbiga muhabbat, o'quvchilarni seva olish, ikkinchisi esa o'z mutaxassislik fanini yaxshi bilishi, unga qiziqishi. Uchinchisi esa pedagogik taktga, ya'ni odob va go'zallikka ega bo'lish. To'rtinchisi bolalar jamoasiga singib keta olish, beshinchisi o'z mehnatiga ijodiy yondashish, oltinchisi javobgarlikni his etish va yettinchisi tarbiyaviy bilimlarni egallashligi hisoblanadi. Ularning undan tashqari yana 3 ta asosiy xususiyatlari mavjud. Birinchisi tayanch xususiyatlar, ikkinchisi yetakchi xususiyatlar va uchinchisi yordamchi xususiyatlardir. Quyidagi pedagogik qobiliyatlarning asosiy xususiyatlari o'qituvchining yuksak pedagogik psixologik bilimlari natijasida doimiy shakllanib boradi. Birinchisi kommunikativ qobiliyat orqali, ikkinchisi perspektiv qobiliyat va uchinchisi empatik qobiliyat orqali rivojlanib boradi. Maxsus iqtidorning kuchayib borish bosqichi 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lishi mumkin. Bu davrda o'smirlik davri bo'lib, iqtidorning eng faol rivojlanadigan payti hisoblanadi. Buning xususiyatlariga esa bola tanlagan sohani jiddiy o'zgarishga kirishadi. Mustaqil fikrlash va ijodkorlik kuchayadi. Tanlangan faoliyatda yuqori natijalar ko'rinadi va o'zini sinab ko'rish, tanlovlarda qatnashish iqtidorni yanada boyitadi. Bu davrda iqtidor talant darajasiga ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Talant va mahorat bosqichida esa bunda 16 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Bu bosqichda shaxs o'z sohasida chuqur bilimlarga ega bo'la oladi. Uning xususiyatlari esa tanlangan sohada ijodiy yondashuv kuchayadi. O'rganilgan qobiliyat va iqtidor mahoratga aylanadi. Kasbiy o'sish boshlanadi va shaxs o'z yo'lini topadi va ixtisoslashadi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.